sigirlarni qatoriga kelganmiz. Xohlasa savdolari bo'lib turgan joyda. Hozir bilamiz. Mashina savdosi bo'lyaptimi? Necha pulga boryapti? Bu g'ozmonlar qani? Bilamiz hozir. Ana mana shu bo'g'oz molimiz 57 millionga sotildi. 57 bo'ldimi? 57 millionga o'ta dahshat sigir ekan. Bo'ylari ham 165 kilo uradi. 160-65 barakalari bo'ldi. 57 millionga. Mana bo'ylar yaxshilar ko'rsataman. Sigir o'ta ham katta ekan lekin. Hammaga assalomu alaykum. Kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasidan sigir va bo'g'oz narxlari bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiraverasizlar. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Biz videolarimizni boshlayveraylik. Bugun haftaning yakshanba kuni 1-mart sanasida xohlasa qo'ldan kelgancha narx-navosini so'rab bilamiz. Bozor narxlari necha puldan necha pulgacha bo'lyapti so'rab bilaveramiz. 50 million kam bor deyapsiz. 50 million? 50 million kami bor ekan. 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz ekan. Ko'rinishlari o'ta ham go'zal. Savdo qilishdimi aka? Necha pul qilishdimi? 44 million qilishyapti. Nechinchi? Aka bu nechinchi qoringa? Birinchi qoringa 2 yurak. Mana. O'ta chiroyli mol ekan mana. Bittadan havas qilganlar, ashlar bosib qo'yamiz. 44 millionga. Zo'r ko'rinishlari. Birinchi qoringa ekan, sifati zo'ridan. Nomerlarni berishsa olamiz hozir akamizdan. Aka nomer qo'yalaymi? 90lik. 90lik. 072 072 93 93. Aka sotilib ketib qolsa mabodo yana topib beraverasizmi shunaqasidan? chiqadi aka. Ha, aloqaga chiqaverasizlar. Topib berish qolishadi mana shunaqasidan agar sotilib ketib qolsa. Keyingilarni ko'ramiz. Bo'g'ozlardan yana ikkita ekan. Hozir narxini so'raymiz. Qanchaga boryapti? Necha pul aytishyapti? Hozir so'rab bilamiz mana shularni. Aka, hormang qanchadan ekan bular? 40 ga 60 aka. Narisi 60, bunisi 40. Kami bor. Bor aka. Nimami bular nechinchi qoringa? Birinchi tuvush aka mana hali buzov mana o'zi ko'rdi. Mana buzov, narisi ham. Bu ham. Ikkovi ham. Savdo qilishdimi aka? Endi qarang. 85 million so'm qilishyapti. Juppiga 85 million savdo qilishibdi. Aka bular necha litrdan sut beradi aka? Endi Taxminan. mana 15 ta, Unisi 20 ta beradi. 20 ta 25 ta Ta beradi. Aka mol bo'ladimi har doim sizda? Bor aka. Shunaqalarda. Bo'ldi. Nomer qo'yaylikmi? 93lik. 93lik. 730 730 1900. 1900 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Akamiz topib berishadi. Rahmat. Yana bittadan like'lar bosib qo'yaverasizlar. Biz davom etaveramiz. Muhriddinimiz. Keyingilarni ko'raveramiz. Yana bolalardan sigir. Assalomu alaykum. Aka qanchaga boryapti sigir? 42-43 qilishyapti. Birinchimi bolasi? Birinchi 42-43. Bolasi novvoschi ekan, o'ta ham kuchli ekan bolasi. 2 kunlik bo'ldimi? Endi 2 kunlik bo'ldi. Yaxshilar ko'rsatib beraman. 42-43 million savdosi bo'libdi mana bolasi. 2 kunlik bo'libdi bolasi. Mana qaranglar, juda ham chiroyli ekan. Yaxshi harakatlar. 2 kunda shunchalik. Qancha suti bor buni aka? 18 ta suti bor, 15 taga javob beraveramiz aka. Mana 18 ta suti bor deyishyapti, 15 taga javob beraveramiz deyishyapti. Aka mol bo'ladi har doim, mol bo'ladimi? Bu sotilib ketib qolsa, mabodo bozorda bugun sotilib ketib qolsa, yana shunaqalardan topib beraverasiz. Xohlasa. Nechi nomeringiz? 91.
91'lik. 91'lik. 699 699 89 49. 89 49 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Mana Masha akamiz har doim tov berishadi mollar. Ilmon qilaverasizlar. Mana ena bolalardan bolasi oppog'idan. Ko'ringlarchi. Aka qancha ekan bu? Ena bola qancha so'rayapsiz? 39 so'rashyapti ekan. Bolasi xunajincha ekan. Nechta sut beryapti aka? 10 ta suti bor. 10 ta suti bor. Nechinchi bolasi bu? Birinchisi. Birinchisi. Savdo qilishdimi? Savdo bo'lyapti. Qancha qilishyapti eng baland? 31,5 ga chiqdi mana. 31,5 gacha chiqdi. Ko'ringlarchi. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? 4 ta. Yo sotib. Sotib ketadi. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik ekan. Yenasi qo'yilgan. Qo'ygan ekan. Rahmat, bozoringiz bersin. Savdo qilishyapti. Mana shu sigirda hozir ena bola ekan, bolasi yonida. Ko'ringlarchi. Birinchi bolasi shekilli. Qanchaga beryapsizlar aka? Yoshroqdan savdo qilishyapti. 31 berishyapti mana shunga. Keyingisini ko'raveramiz. Savdosi bo'lyapti. Aka qancha aytyapsiz bunga? 38 kam bu. 38 kami bor. Enasi hali kuragam chiqargan. Nechinchi bolasi aka? Birinchisi. Birinchisi kuragam chiqarmagan deyishi. Mana. Bolasi novvoscha. Nechta suti bor ekan aka? 12 ta. 12 ta sutga berilaveradi. Mana bolachasini qaranglar, o'ta go'zal. Nech pul qilishdi aka? 34 million qilishdi. Aytilishi qancha dedingiz? 38 kami bor, 34 million savdosi bo'lgan. Nima qilamiz? 90li, 550, 4979. Aka mol bo'ladimi har doim? Ha, mol o'taysiz. Har doim bo'lar ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi molni ko'ramiz. Mana yoshrog'idan, kichikroqdan ekan. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsizlar? 22 million kami bor. Ya savdo bo'lyapti. 22 savdo bo'lyapti. Bolasini o'zchami farzmi? Buni hozir nechta sut beryapti? 8 ta sut beryapti ekan. Mana sigirni ko'rinishlari 8 ta sut beryapti ekan. Mana. Nechinchi bolasi u? Bu ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Shunaqa sigirlardan yana bo'ladimi? 8 litr suti. 8 litr bo'ladi. Beryapti mana. Mana bolasi. Dehqonchilik a? Mana. Bolasi. Mana bolasi ham Ha, dehqonchilik. dehqonchilik ekan. Nomer qo'yalikmi yo sotilib ketadimi? Sotilib ketadi. Ketsa. Yana ko'ramiz. Yana bola ekan. Mana bolasi. Assalomu alaykum. Bu qanchaga boryapti? Buni hozir 24 qilyapti. 24 qilishyapti ekan. Bolasi majinchi ekan, ha? Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Nechta sut beryapti? Suti qancha ekan? Sutini sog'ib ko'rgan 5 ta. Mashakamiz savdo qilishyapti. Sotilib ketib qolsa kerak. Ishlari. Bunda ariqroq ekan. 5 ta sut bor ekan. Birinchi bolasi ekan.
Ama aka yana bo'lgan sigirlar bundan tashqari sotilib ketsa nomer qo'yalikmi? Yo'q, nomer qo'ying, men ketib qolaman-da. Ha, bo'pti. Mana Arg'ilidan. Bolasi Novoz chekana bolasi. Buni ajinmi? Ha, buni ajincha. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. Hop, suti qancha ekan? 5 litr suti bor ekan. Nech pul so'rayapsiz? Nech pul qilishdi? 24,5 savdo qilishyapti ekan. Mana ko'rinishlari. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Nomer qo'yalikmi? Yo bundan tashqari yana bormi yo shu xolosmi? Yana boshida Aytib qo'ying nomeringizni. 91lik. 91lik. Ha, 735 60 69 raqamlariga aloqa qilasizlar. Va bittadan like bosib qo'yasizlar, biz ko'rsatishda davom etamiz. Keyingilarni. Savdosi bo'lyapti mana shu. Qanchaga boryapti? Opa, qanchaga boryapti bu? Barakasi bo'ldi mana. Keyingisini ko'rsatishda davom etamiz biz. Mana. Yana bolalar. Aka qancha ekan mol? Mol 28 million kam bor. 28 million kam bor. Mana bolachasi kichkina. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Suti qancha ekan aka? 8 ta suti bor. Savdoni nech pul qilishdi? 25 atrofida. 25 atrofida. Aka savdogarmisiz? Yo'q, zavod tashab qo'yib o'tiramiz. Bo'ladimi aka yana? Sotilayotganlardan bu sotilib ketib qolsa? Ha, bo'ladi. Bunisi ham bor. Bunisi ham oz sizdan. Aha, u birinchi 8 ta suti bor. Aha. Bolani ovoz. Ha, nech pul ekanmiz? 26 qilyapti. Nomeringiz nechi aka? 97lik Ha. 417 8602. Hozir molni yaxshilab ko'rsatdim. Siz esa bittadan like bosib qo'yasizlar. Biz chiroylilardan ko'rsatishda, pul yengillardan ko'rsatishda davom etaveramiz. Mana shu ikkala mol bir kishidan ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana pul yengilroqdan, chiroyli, yaxshi sigirlardan biz ko'rsatishda davom etaveramiz. Qanchaga boryapti aka? 24 ga boryapti. Bolasi xunajin, novoschi. Xunajin ekan bolasi. Nechinchi bolasi ekan? Birinchisi nechta sut beryapti? Aniq bas. 6 ta 7 ta beradi deyishyapti mana. Mana shu sigir. Aka, dehqonchilik, tirikchilik. Tirikchilik. Yana bo'ladimi aka shunaqalardan? Nomer qo'yaylikmi? Bozoringiz bersin aka. Yana kichkinaroq sigirlardan ko'rsatishda davom etaveramiz. Mana ularga bolachasini o'ta ham Assalomu alaykum. Qanchaga boryapti bu amaki? 23 ga. Nechinchi bolasi, nechta sutga? Bolasi 7 ta suti bor. Ikkinchi bolasi 7 ta sutga. Mana shu sigir 23 ga boryapti. Mana. Bolasi ham o'ta ham go'zal ekan mana. Nech kunlik bo'ldi? 5-6 kun. 5-6 kun bo'libdi mana tug'ilganiga. Ama aka tirikchilikmi? Yana bo'ladi mollar, ha? Nomer qo'yaylikmi? Necha nomeringiz? 50lik. 50lik. 504 Ha, 504 170. 1170. Nech puldan nech pulgacha bo'ladi sigirlar? 20 milliondan 50 milliongacha. Rahmat, bozoringiz ko'rsin. Keyingisini ko'ramiz. Mana yana
kichikroq sigirlar izlaganlarga mana kichkina sigircha. Birinchi bolasimi? Birinchi bolasi. Bolasi Erkak. novoschi ekan bolasi. Nechta sutga beriladi? Sutini avvalalar. Men shopirman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Mana orqadan ko'rinishlari. Bolachasi ham zo'r ekan, sementalga o'xshaydi-ya. Bozor qancha beryapti bunga? 18 million. Bola novoschi. Dehqonchilik, ha? Kishi buzov. 20 oylik buzov o'zi. Yaxshi. Yana bormi shunaqalardan yo shu xolosmi? Ikkalasi shu. Ha. Yana sotiladiganlar bor, ha? Bor. Nomer qo'yaylikmi? Nomer bor. Ha. 90lik 343 343 65 44. 65-44 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni egalaridan olaverasizlar. Biz ko'rsatishda davom etaveramiz. Sigirlarni ko'rsatishda davom etaveramiz. Biz mana qaranglar. Bolasi mana yonida. Mana ilasi. Qancha so'rayapsiz aka bunga? 20 million. 20 million. Novas bolasi. 20 million kami bor, ha? Qilyapti, bermayapti. 20 million qilishyapti. 25 million kami bor, 20 millionga berishmayapti ekan. Mana. Sinasi. Ha, yig'ib turibdi mana bolasi. Nechta sutga beriladi? 10 taga. 10 taga berilaveradi. Bolasidan tashqarimi? Ha, bolasi. Bolasi novoschami? Novas. Bugun 4-kun. Voh, 4-kun bo'libdi tug'ilganiga. Nechinchi bolasi dedingiz? Nechinchisi dedingiz bolasi? O'zi ham bilmaydi nechta bo'lgan. Tishini bosgan. Tishini bosgan ekan. Aka tirikchilikmi? Tirikchilik. Yana bo'ladimi sigirlar shunaqa? Sigirlar bo'ladi har doim deyman. Ha, Nomer qo'yaylikmi? qo'yaman. Ayting. 91lik. 91lik 142 142 39 78. 3978 raqamiga murojaat qilaverasizlar va qolgan ma'lumotlarni egasidan olaverasizlar. Bizga bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Biz davom etaveramiz. Aka oldinglarmi buni? Nech pul bo'ldi? 27 million. Nechta sutga? Nechta sutga? Turishi ana shu sutini Mana. Bolasi ham o'ta ham go'zal edi. 27 millionga sotilibdi. Sigirni ko'rinishlari 27 millionga sotib olishdi mana shuni. Mana bolasini qaraylar. Barakasini bersin. Shu ina bolani savdosi bo'lib turibdi, bilamiz qanchaga boryapti. Bolasi novoschi ekan. Lekin haqiqatdan qo'yga Kimga sotdi menga qarang. 29 ga bo'lyapti. Ro'za Ramazon kuni, Ro'za Ramazon kuni men yo'q gapirib 9 millionga savdosi bo'lyapti ekan. Bolasi novoschi. Bo'ylari 1 metrga yaqin bo'lib qolgan ekan. Bolasi ham mana. Bolasi ham zo'r bo'libdi mana. Holatlari zo'r ekan. Savdo qilishyapti men. Aka, Kimga qolsa bir kimga men bir kimga men sotdim mashinaga. Bir kimga qolsa savdosi bo'lib turibdi, hozir bilamiz, qani sotilarmi. Ma'lumotlarni oldik. Ikkinchi bolasi ekan. 15 ta sutga javob olgan mana. Mana shu sigir savdo qilib turishdi 39 millionga. Sotilarmi yo'qmi endi bilmadim. Biz bilgilarni ko'rsatishda davom etaveramiz.
Hali endi sotildi. Mana shu 27 millionga. Kingisini ko'raveramiz. Mana qora olasida. Aka qanchaga boryapti? 24 ga. Bolasi Novos ekan. Nechinchi bolasi? Ikkinchisi. Nechta sutga beriladi? 6-7 litr bor ekan. Arqadan ko'rinishlari. Aka tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Ushlab turishibdi ekan, boshqasiniki ekan. Qo'ldan kelgancha bozor narx-navolarni ko'rsatib o'tdim. Videomiz shu ko'rganlarga rahmat qolamiz. Bizga vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Kommentariy yozinglar, fikrlaringni kutib qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.